Assalomu alaykum hurmatli Jack Auto YouTube kanali kuzatuvchilari, qadrdonlarim. Bugungi videomizda albatta sizlar uchun juda ham manfaatli bo'ladigan umiddaman, chunki uzoq muddatdan beri kutilgan rasrochkalarni biz sizlarga rasman e'lon qilamiz. Qaysi mashinalarimizga rasrochka ochilganini video davomida ko'rib borasizlar. Albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Demak, biz videoni boshladik. Demak, bizda birinchi avtomobilimiz Jack Sandero mikroavtobusi. Mikroavtobusimizni rasrochkasini ko'pchilik kutib, boshlang'ich 60 yoki 70% to'lov bilan 1 yildan 1,5 yilgacha rasrochka asosida bemalol xarid qilib bo'ladi. Keyingi modellarni men sizlar bilan tanishtirib o'taman. Ikkinchi avtomobilimizda bizda 9 o'rindiqli juda ham ko'pchilikni ko'nidan joy olishga ulgurgan Jack M3 miniveni. Bu minivenimizni boshlang'ich 60 yoki 70% to'lov bilan 1 yildan 1,5 yil muddatgacha rasrochkaga ochilib bo'ladi yoki ligodniy avtokreditlar ochilgan avtokredit asosida ham bemalol xarid qilib bo'ladi. Keyingi avtomobilimizda bizda Jack G7 avtomobili. Avtomobilimizni boshlang'ich 25% to'lov bilan rasrochkaga bemalol xarid qilib bo'ladi. Va albatta yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi akalarimizni ham esdan chiqarganimiz yo'q. Jack X200 yuk avtomobillarimizga ham boshlang'ich 50% to'lov bilan 13 oy muddatgacha rasrochkalarimiz mavjud. Qadrdonlarim, bugungi videolarimizda sizlar uchun juda ham manzur bo'ldi deb o'ylayman. Yangiliklarni biz bilan kuzatib borishda albatta davom etinglar. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerli telefon qilsanglar, menejerlarimiz sizlar bilan bog'lanadi. Albatta chiroyli ma'lumotlarni beradi. Biz sizlarni Jack Auto O'zbekiston avtosalonida kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.